Yangi BYD Chin modeli. Akalar, mana shu mashinalar hozir Toshkent shaharda juda ham avtoritetli mashina bo'lib turibdi. Nimaga desanglar, MVD ga berilyapti, ichki ishlarga, shunaqa seriozli tashkilotlarga berilib turgan mashina. 510 km yurayotgani, xullas bir akamiz dadasiga olib bergan ekan, dadasiga to'g'risi yoqmabdi, o'shaning uchun probega ko'payib ketmasdan tez sotdi-da. Baribir probega ko'paymasa normalni zararga sotilyapti. O'zi 21 ming, mana shu atrofda arzon topsanglar 20 mingga topishlaringiz mumkin. Lekin bu mashinani sizlarga 18700 qilib beramiz. Yangi mashina, 1000 km yurgan, 510 km yurayotgan, to'rtta yangi balon, haydashga tayyor xullas. Mana besklyuchoylari bor. Bu kojinli salonligi, 510 km yuradi. Tiniq turibdi. 1100 qancha kilometr yurgan. Hech qanaqa aybi, ishi, kamchiligi yo'q. O'sha yangicha restyling stoplarda 2024-25 tayyor mashina, narxi 18700. Ulgurib qolinglar, ovoringlar akalar.